haqiqatan ham talabalik davrlari juda qiziqarli bo'lib o'tadi voqealar. Har bitta voqealarda keyin yillar, oylar o'tgach yana bir kulgu qilib hisobga olib qo'yamiz. Mana shu voqealarda yana bittasi sizlarga havola etmoqchiman. Salonga kirsam domlamizni oldiga borib, endi biz ovqatlanib o'tirib gaplashib o'tiramiz deb o'ylabman. Domla, yoningiz bo'shmi desam, Yurgit bilan ko'chada bitta joyda ovqatlanmaydi desa bo'ladimi? Men ham domlaga qarab, domla kechirasiz o'zi, men uchdim ketdim deb qo'llarim qanot qoqib oldidan ketib qoldim. Domla o'zi g'alati bo'lib qoldi. O'shadan keyin anchagacha o'ziga kelmaydi bechora. Keyin yana ingina shu domlani darsidan, fanidan imtihon bo'lib qoldi. Imtihonga kirib, meni ancha qasdlashib qo'ygan ko'rinadi. Imtihondan yiqitmoqchi bo'lib. Bu savolni beradi. Iloji yo'q, hamma savoliga javob beryapman. Albatta imtihonlarni yaxshi topshirardim, yaxshi tayyorgarlik ko'rardim. Iloji bo'lmadi, ularga ham yiqitaman imtihonni. Keyin yana bir mos qilmoqchi bo'ldim, qasdlashmoqchi bo'ldim. Oxirgi savolim shunga ham javob bersangiz. Bahoyni 5 ta qo'yib beraman, tashlab qo'ydim. Albatta olmaysiz. Mana yo'lga ketyapsiz. Bir qop aql bilan bir qop tillayapsiz. Qaysi birini olasiz? Men bu savolga o'ylanib o'tirmadim. Bir qop tillarni olardim. Men bo'lganimda aqlda olardim. Noto'g'ri javob berdim. Domla nimaga noto'g'ri javob beradi? Meni aqlim ham yo'g'im joyida bo'lsa, aqlni nima qilaman hozir? Menga bir qop tilla kerak. Aql yo'qlarga kerak. Mana sizga kerak ekan, siz olsiz. Desam domla yana g'alati bo'ldi. Va cho'tkan oldida bir bolaga baho qo'ydi. Men endi yozgan kishi bo'ldi, bilmadim endi. O'qimadim, chiqib ketdim. O'zim ham bundan g'alati bo'ldi, domlani xafa qilib qo'ydim. To'g'ri, anchagina ichim og'riydi. Uyga borib qarasam, zachotgan. Qaysi deb yozib qo'yibdi-da. Zachotgan baho qo'yish mumkin. Ertasi kuni borib domlani oldiga borib, domla dedim. Bu zachotga dedim, familiyangizni yozibsiz-ku, baho qo'ymabsiz-ku desam, domla yana bir g'alati bo'ladi. Shu qachon meni ko'rsa